Maftun. Bolalar nima qilamiz? Buvisi bilan tashlab ketamiz. Qizim, bizlar doktorga ketyapmiz dadang bilan. Hamdam Sobirov degan doktorga, kardiolog, vrach. Ha, o'sha ukol qiladi, jiz qiladi-da. Biz o'sha больницаga ketyapmiz. Xalqlar do'stligi больницasiga ikkita anaqamiz bor. Направление. Ha, o'shanga sen o'tirgin, biz ukol olib, keyin kelamiz oldinga qaytib. Buving bilan o'tirasan, xo'pmi? Qizim. Alo, oyijon, kelyapsizmi? Ha, bo'l. Kechga qolyapmiz, men ketdim. Dadasi, men boraman bolam. O'yingni olib bormaymiz, doktorga. Sen aqlli qiz bo'lganing uchun sen doktor jiz qilmas ekan. Sen uyda o'tiraversin dedi. Oyijon, kelyaptilar, boraman. Og'riydi. Qayeri og'riydi? Qalbing. Biz yomon bola bo'lganimiz uchun bizga jiz qilar ekan. Menga, Islomga. Qayerda yuribdilar endi? Keldingizmi? Men ishxonamda yig'ib qo'ygan pulni olib keldim. Olib qo'y. Shunga endi bemalol 11 da kirib kelaverish kerakmi? Endi xavotir olaman-da dadasi. Shuni ayting. Bundan keyin kech qolsangiz, telefon qilib ogohlantirib qo'ying, kech. Endi biror nima kerak bo'ladi-da, telefonni aytib qo'yaman dadasi. Bo'lmasam ko'chada qolasiz. Sen pulni tegilma. Sen ko'tara olmas ekansan. Dadasi bittasini bering hech Umas-ku, mana bunisini ko'rang. Aralashmay tur. Ana, xo'p, mana shuni, ana aytganimni qiling. Bilaman o'zim. Mana shuni. Torting. Ay, burni. Bo'ldi, mana. Buni men qilmadim lekin. Tak, burun suyagi sinib, nafas yo'lini to'sib qo'ygan, operatsiya qilish kerak. Oldin ham qilishmadi. Oldin ham qilishdi, o'zi shuncha sindirdik-da. Qilishmas. Qarang, sizga gapim bor. Sizlar har xil operatsiya qilasizlar-ku, ha? Tam kichraytirish mumkin burunni. Buyam qo'yasiz. Ha, shu kichraytirib bering. Nimaga? Bular bo'lmaski burnini tiqavermas, ha? Men eshitib turibman. To'g'rilaymiz, tamom. Quloqchi quloq. Quloqni kichraytiradigan yo'q. Dadasi. Nima qilyapsiz? Mana xirgoya qilib, sizlarni kutib o'tiribman. Eshitib ko'ringlar, kulgili emas, bir farq olaylik. Biror nima olish kerak. Qachongacha yotaverasizlar, odamlar nima sizlarga? Podarkami? Kutib o'tiraveradimi? Ustaka doim hazillarni bizga aytib beradilar. Kulgi emasligini biz aytamiz. Eshitish kerak odamlar. Har kuni nimadir chiqarib turish kerak. O'tiraverasizlar mana shunaqa ijodga urinish. To'g'ri. Maftun. Dadasi? Nima qilyapsan bu yerda? O'qiyapman, moliya studiyasida buxgalteriya bo'yicha. 3 oy o'qish kursi ekan, 1 oy amaliyot. Keyin ish bilan ta'minlashar ekan ishlayman. Ha, menga pul kerak edi. Qayga qo'ygansan? Topolmadim. Pul ber. Dadasi, bunaqa osongina pulni ola olmaysiz. Dadasi, qarang, pulni olish uchun ikki tomonlama shartnoma qilamiz. Shot raqamingiz bormi? Shot raqam ochasiz, shot fakturani yuborasiz, men sizga ko'chirib beraman. Nima uchun kerak edi o'zi? Toqqadan olishib ketyapti. Ha, ana shu sabablar hammasini men bu yoqqa kiritasiz. Kallang ishlaydimi? Qanaqa kiritasiz? Kecha senga bergan pulimdan ber deyapman. Yo'q, dadasi, unaqa qila olmayman. Men tekshirish kelsa nima deyman men tekshirishga? Qanaqa tekshirish? Kim seni tekshiradi? Siz? Men seni tekshirmayman, Maftun. Uni korrupsiyani aralashtirmang. Shartnomani qiling, как положено ko'chirib beraman. Ha, bo'p, sen shu narsani tushunasanmi? Sen qilib ber. Bo'pti, oyligimni bering. Qanaqa ekan Dubay dadasi? Dubaymi? Quyosh, plyaj, dengiz, shunaqa dam oldik. Yo'q. Qizlar ham bormi? Qizlar ham ko'p lekin. Gap otgandir-a sizga birortasi? Ha, tinimsiz. Siz nima dedingiz? Meni xotinim bor, uylanganman, kechirib qo'yasiz, yaxshi qiz dedingizmi? Dedim. Qanday aytdingiz, qani? Men uylanganman? Kechirib qo'yasiz, oyimcha, dedim. Bunaqa intonatsiyada aytmaydi-ku. Endi intonatsiyasini qaydan bilaman, Maftun?
dadasi, ushmasangiz, so'kmasangiz, kegim keladi-da, o'tirgim keladi. Siz ham bunday bir urishing, uring. Uray. Ha, faqat ketib qoladigan darajada emas. Shunday qiling-da, mashimcha qolganda to'xtang. Dadasi, tegish kerak ekan bas. Dadasi, chiroylimanmi? Nima degani? Конечно, chiroyli. Maftun, sen unutma. Men qarigan chog'imda aynan sen bilan o'tirgan bo'laman. Shuncha million qizlarning ichida aynan seni tanlaganman. Bolalarimning onasi. Shu uchun sen men uchun eng chiroylisisan. Eng chiroyli ayol sensan. Hech qachon shubha qilma, bu narsaga ikkilanmasdan boshqa ayollarga ham ayta olaman. Shu gapdimi? Ha, shu gapdi. Siz dunyodagi eng chiroylisiz. Siz dunyodagi eng chiroylisiz va siz ham. Hech ikkilanmasdan. Sochlaringlar